Salom aziz o'quvchilar, bugungi mashg'ulotimizda sizlar bilan yozgan elektron xatimizni qabul qiluvchining manziliga yuborish, yangi xatni ochish va unga javob qaytarish haqida o'rganamiz. Bugungi darsda siz elektron pochta xatlarini yuborish, elektron pochta xatlariga javob yozish, elektron pochta xatlarini to'plash va o'qish, elektron pochta papkalaridan foydalanish hamda xatlarni boshqa qabul qiluvchiga qayta jo'natish yoki nusxasini yuborishni o'rganib olasiz. Darsimizning asosiy tushunchalari bilan tanishib oling. Onlayn yuborish. Elektron pochta akkauntiga ulangan holda elektron xatni yozilgan vaqtning o'zidayoq jo'natish. Outbox. Send tugmasini bosgandan keyin provider yuborguniga qadar xatlar saqlanadigan papka. Offline yuborish. Elektron pochta akkauntiga ulanmagan holda xat yozish va uni yuborish. Address book. Elektron pochta akkauntidagi insonlarning elektron pochta manzillari saqlangan joy. Inbox. Elektron pochta akkauntidagi kelgan xabarlar joylashadigan papka. Ularni keyinroq o'qish mumkin. Receive. Biror ma'lumotni qabul qilish, masalan, inbox papkasiga biror kishidan xat kelsa, uni qabul qilish. Reply. Yuborilgan elektron xatga javoban uni yuborgan kishiga javob xatini yozish va jo'natish. Odatda yuborilgan elektron xat javob xatining tagida ko'rinadi. Papka. Xabarlar turiga qarab saqlanadigan joy. Sent mail. Elektron pochta akkauntidagi boshqa odamlarga yuborilgan barcha xatlar saqlangan papka. Drafts. Yuborishdan oldin saqlangan xatning qoralama shakli. Uni keyinroq tahrirlash mumkin. Aziz o'quvchilar, yodingizda bo'lsa, o'tgan darsimizda sizlar bilan elektron xat yozish etiketini o'rgangan edik va oilam va do'stlarim mavzusida elektron xat yozgan edik. Hozir amaliy mashg'ulotimiz orqali ana shu xatni qabul qiluvchining manziliga yuborishni o'rganib olamiz. Xat yozganda qabul qiluvchining elektron pochta manzilini kiritish kerak. Buning uchun siz o'qituvchingizning elektron pochta manzilini bilishingiz lozim. U o'z elektron pochta manzilini sizga aytadi yoki ko'rishingiz uchun doskaga yozib qo'yadi. Ikkinchi amaliy ko'nikma: qabul qiluvchining manzilini kiritish va xat yuborish. To deb yozilgan maydonni belgilang va bu joyga o'qituvchingizning elektron pochta manzilini kiriting. O'qituvchingiz elektron pochta manzilini kiritayotganda esa quyidagilarga e'tibor bering. To'g'ri belgilardan, masalan, nuqta, chiziqchalardan foydalanganingiz, imlo xatolarsiz yozganingiz, kuchukcha belgisini qo'shganingiz. Xatingiz tayyor bo'ldi. Endi uni yuborishingiz mumkin. Send tugmasi yordamida elektron xat yuboriladi. Elektron pochta akkauntiga ulansa, xat to'g'ridan-to'g'ri yuboriladi. Bu onlayn yuborish hisoblanadi. Ayrim vaqtlarda xatlarni internetga ulanmasdan yozish mumkin. Bunday holda xat drafts yoki outbox papkasida saqlanadi hamda internetga ulanish bilan yuboriladi. Bu offline yuborish hisoblanadi. Uchinchi amaliy ko'nikma: manzillar kitobiga kirish. Elektron pochta akkauntingizda odamlarning ismlari va elektron pochta manzillari joylashgan adres book bor. Bu har bir elektron pochta manzili nomini eslab qolish shart emas degani. Siz va do'stlaringizning elektron pochta akkauntlari allaqachon ustozingizning adres bookidan joy olgan bo'lishi kerak. Endi esa yangi xat yozamiz. To so'zini tanlasangiz manzillar kitobi ochiladi. Yangi oynada o'qituvchingiz manzillar kitobingizga qo'shgan barcha insonlar haqida ma'lumot ko'rsatiladi. O'zingiz xat yubormoqchi bo'lgan inson ismi va familiyasi yonida joylashgan kichik kvadratni belgilang. Select tugmasini tanlang va xatingizni yuboring. Uchinchi amaliy ko'nikma: elektron xatni o'qish va unga javob qaytarish. Elektron pochta akkauntiga ulanilsa, yangi xatlar inbox papkasida ko'rinadi. Inbox papkasining yonida kelgan yangi xabarlar sonini ham ko'rish mumkin. Yangi xatlar qalin shriftda yoziladi. Inbox papkasi qabul qilingan xatlar to'g'risida ko'p ma'lumotlarni ko'rsatadi. Sizga elektron pochta yuborgan shaxs, mavzu, elektron pochtaning boshlang'ich qismi, elektron pochta akkauntingizga kiring va yangi elektron xatlardan birining ustiga bosing. Xabarni to'liq o'qishingiz va unga javob qaytarishingiz mumkin.
Buning uchun esa reply tugmasini bosishingiz kerak. Bu buyruq xatni yuborgan kishiga javob qaytarish imkonini beradi. Maydonga xabar matnini kiriting. Xabarni tekshirganingizdan keyin Send tugmasini tanlang. Qabul qiluvchining elektron pochta manzilini yozish shart emas. Bu avtomatik amalga oshiriladi. Mavzu o'zgarmaydi, lekin u R bilan boshlanadi. Bilasizmi, xatlarga javob yozganimizda mavzu satriga qo'shiladigan R so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, tegishli degan ma'noni anglatadi va biz yuqorida mana shu imkoniyatdan foydalandik. 3-amaliy ko'nikma: elektron xatlar papkalaridan foydalanish. Papka ma'lum turdagi xabarlar saqlanadigan joy. Elektron pochtangizning chap oynasida turli xil papkalar mavjud va ularning barchasida takrorlanmas nom bor. Elektron pochtangizda shuningdek oldindan sozlangan papkalar ham mavjud va ularning ingliz tilidagi nomlari quyidagicha: Inbox qabul qilingan yangi xatlar joylashgan papka. Bu yerga o'qilgan, lekin boshqa papkaga ko'chirilmagan xatlar ham joylanadi. Sent mail yuborilgan xatlar shu papkada saqlanadi. Drafts xat yozishni boshlab, lekin jo'natilmasa, ushbu papkada saqlanadi. Yozilayotgan xat tasodifan o'chirib yuborilganda uni tiklash uchun kerak bo'ladi. Xatni yozishni boshlab, lekin keyinroq tugatish kerak bo'lsa, uni qoralama sifatida saqlash mumkin. Bin yoki trash keraksiz xatlarni o'chirish mumkin. Ular trash papkasiga ko'chiriladi. Papkadan o'chirilmasa, ular shu yerda turaveradi. Bu yerdan o'chirilsa, ularni qayta tiklashning imkoni yo'q. Elektron pochta akkauntingizdagi har bir papka ustiga bosing. Ular ichida birorta xat bormi? Yangi xat yozishni boshlang. Draft papkasiga qarang. Nimadir o'zgardimi? Xatingiz qoralama sifatida saqlanganmi? Send mail papkasiga qarang. Boshqalarga nechta xat yuborgansiz? Endi trash papkasiga qarang. Papka ichida xatlar bormi? Bu xatlardan birortasini butunlay o'chirib tashlashingiz kerakmi? Unda ularni o'chiring. O'chirishni istamasangiz, buni keyinroq qilsangiz ham bo'ladi. Aziz o'quvchilar, siz hozir darsimizning amaliy qismini bajarib bo'ldingiz. Endi esa o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlash uchun quyidagi savollarga javob berib ko'ring. Barcha javoblarni esa daftaringizga yozing. Biror xabar oldingizmi? Agar olgan bo'lsangiz, ular yangi xatlarmi? Ularni sizga kim yuborgan? Ular nima haqida ekanini qanday bilib olish mumkin? Va shu bilan bugungi amaliy mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. Yuqorida berilgan savollarga javoblarni yozishni va o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlab borishni unutmang. Omon bo'ling.